Yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevori shubhasiz bilimli, mustaqil fikrlaydigan ijtimoiy faol yoshlardir. Respublika bo'yicha o'tkazilayotgan turli ko'rik-tanlovlar esa ularning bilim va salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilyapti. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Buxoro viloyatida joylashgan oliy ta'lim tashkilotlari hamkorligida ana shunday turli tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan viloyat yoshlarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Ko'hna va hamisha navqiron Buxoro ilm sohasining eng tashabbuskor yoshlarini yana bir bor o'z bag'riga chorladi. 10 dan ortiq nominatsiyalar bo'yicha yurtimizning barcha oliygohlari orasida saralangan eng yaxshilarni taqdirlash marosimi haqiqiy bayramona ruhda kechdi. Buxoro davlat universiteti xorijiy tillar fakulteti filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Bugungi taqdirlash marosimida islohotlar bilimdoni respublika ko'rik-tanlovining talabalar uchun o'tkazilgan eng faol islohotlar targ'ibotchisi nominatsiyasi bo'yicha faxrli 3-o'rin bilan taqdirlandim. Aynan talabalik davrida erishgan yutuqlarimiz, qilgan taqdimot ishlarimiz, targ'ibotlarimiz barchasini ularga taqdim etib berdik va ular hakamlar hay'ati hammasini adolatli baholashdi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda vazirlik huzuridagi talaba va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi hamkorligida tashkil etilgan tadbir ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan fidoyi pedagoglar, iqtidorli talabalar va tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini munosib e'tirof etish, yurtimizda ilm, fan va ma'rifatga bo'lgan yuksak e'tiborni yanada mustahkamlashga qaratildi. Eng muhimi o'zim ustimda ishlashdi. Muhim demak o'sha mas'uliyatli demak qarorlarni qabul qilishda mana shu tanlovda juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki islohotlarda turli-tuman demak o'sha xotin-qizlarimizga oid bo'lgan demak davlatimiz tomonidan qabul qilinayotgan qonunlarni mazmun mohiyatini, ularga kiritilayotgan demak yangi o'zgartirishlarni biz xotin-qizlarga, talaba qizlarimizga yetkazishimiz zarur bo'lib hisoblanadi. Mazkur tanlovlarda respublikamizning barcha hududlaridan umumiy hisobda 150 dan ortiq ishtirokchilar taqdirlandilar. Ushbu tadbir nafaqat g'oliblarni e'tirof etish, balki yoshlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularni yuksak maqsadlar sari ruhlantirish, ilm, fan va ma'rifat yo'lida birlashtirishga xizmat qiladigan muhim maydon bo'lib qoladi.